Azizlar, bu dunyoni har qancha yaxshi ko'rmaylik, bu dunyo har qancha siz bilan bizlarga go'zal ko'rinmasin, lekin albatta bir kun u tugaydi. Oldimizda bir haqiqat borki, azizlar, siz bilan bizni qabr kutib turibdi. Hammamizni qabr kutib turibdi. Ana shu qabrdan oldin o'lim soati kutib turibdi. Kimda kafolat bor? Qabr azobidan najot topishga. Kimimizda kafolat bor? O'lim onida iymonimiz biz bilan hamroh bo'lishga hech kimimizda kafolat yo'q. Shuning uchun doim qo'rqaylik, Allohdan iltijo qilaylik, so'raylik. Allohim, iymonimni o'zim bilan hamroh qilgin. Oxirgi nafasim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lib, tilim bilan, qalbim bilan tasdiqlab huzuringa iymon bilan borishlikni nasib aylagin deb Allohdan iltijo qilaylik, yalinaylik. Kechalari so'rab Allohdan iltijo qilaylik. Hech kimga kafolat yo'q. Qabr azobidan najot so'raylik Allohimiz. Allohim, shundoq Usmon Zinnurayn qabrdan qo'rqib yig'lar ekanlar, holim nima bo'larkin deb, men u kishining oldida qanchalar gunohkorman, meni holim nima bo'larkin deb Alloh taoladan so'rab, qabr azoblaridan Alloh taoladan panoh so'rab iltijo qilaylik. Va ana shu qabr azobiga olib boradigan yomonliklardan, gunohlardan ehtiyot bo'laylik.